Infolib O'zbekiston 2025-14 Milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida yoshlarning bilim va tafakkur salohiyatini rivojlantirish, intellektual qobiliyatini oshirish hamda kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida Taxiatosh tumanida joylashgan 99651 harbiy qismda Zakovat saroyi intellektual o'yini o'tkazildi. Taxiatosh tuman axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikda tashkil qilingan tadbirda harbiylar, tumandagi maktab o'qituvchilari va o'quvchilar qatnashib, o'z bilim va tafakkurida o'zaro kuch sinashdi. Tadbir avvalida axborot bibliografiya xizmati mutaxassisi O'temuratova Infolib O'zbekiston 2025-14 Milliy axborot kutubxona haftaligi va ushbu turnirning asosiy maqsadi haqida atroflicha ma'lumot berdi. Harbiy qismda tashkil qilingan Zakovat saroyi intellektual o'yinida 99651 harbiy qismda xizmat qilayotgan harbiylardan tashkil topgan Temur vorislari va beklar jamoalari, Taxiatosh tuman ixtisoslashtirilgan maktabdan KM va 4-sonli maktabdan Renessans jamoalari ishtirok etdi. O'yin jarayoni hayajonli va raqobat ruhida o'tdi. Har bir ishtirokchi tarix, adabiyot, texnologiya, geografiya sohalariga oid savollar va mantiqiy savollarga tez va aniq javob berishga harakat qildi. Ushbu jarayon ishtirokchilarida nafaqat intellektual salohiyatni namoyon qilish, balki jamoaviy ishlash va tezkor fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Intellektual o'yin natijalarini 99651 harbiy qism xizmat boshlig'i Buxariyev, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Taxiatosh tuman bo'limi mutaxassisi Seydova hamda axborot kutubxona markazi abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati rahbari Yusupova baholab bordi. Ular o'yin jarayonida ishtirokchilarning bilim darajasi, strategik fikrlash va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini atroflicha kuzatib, har bir jamoaning natijasini adolatli baholashga e'tibor qaratdi. Hisob-kitob va baholash jarayoni natijasiga ko'ra, birinchi o'rin tuman ixtisoslashtirilgan maktabidan KM jamoasi, ikkinchi o'rin Temur vorislari jamoasi, uchinchi o'rin 4-sonli maktabdan Renessans jamoasi egalladi. G'oliblar va faol qatnashgan ishtirokchilar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ushbu tadbir nafaqat ishtirokchilarning intellektual salohiyatini namoyon qilish imkonini berdi, balki ularga kitob va bilimga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, jamoaviy hamkorlik va raqobat ruhini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etdi.